Assalomu alaykum barchaga. Sizlarga bu videolikda ajoyib bir programmani ko'rsatib o'tmoqchiman. O'sha programma orqali biz o'zimizning noutbukimizda bemalol sarmoyasiz ravishda ishlab borishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizani noutbukda qiladigan ishimizga xalaqit bermaydi va oldin eslatib o'taman, bu ko'rsatib o'tadigan narsam orqali oyiga где-то 1000 rublgacha pul ishlasa bo'ladi, agar biz doimiy narsani, ana shu narsani ishlatib borsak. Xo'p, gap ko'p cho'zib o'tirmasdan hammasini birin-ketin ko'rsatib o'taman. Xo'p, bizani hozir bu Moneyweb kanalim do'stlar, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, albatta videoga like bosib boringlar, ko'rishingiz mumkin bu yerda. Prosmotrlar hozirda tushib ketgan. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib, kommentariy yozib, podpishkada bo'lib turasizlar. Xo'p, bu narsadan men o'zim pul chiqarganman. Bugungi videoda ko'rsatgan narsam, ya'ni bu yerda bizni mamlaka brauzer uстановка qilib olamiz, ya'ni Firefox degan brauzer. Bu narsani uстановка qilish juda ham oddiy. Buning uchun hammada biladi, hammada xohlagan bir brauzer ishlatishingiz mumkin. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Buning uchun hammamiz xohlagan bir brauzerni ishlatishimiz mumkin, ya'ni Google bo'ladimi, Yandex, farqi yo'q, Opera yoki Microsoftning o'ziniki, xohlagan bir brauzerlar orqali Firefox deb yozasizlar. Firefox skachat chiqib keladi, ya'ni Mozilla Firefox mana Softonikdan ham bor ekan do'stlar. Mana har xil saytlar chiqib keladi. Mana shuni kompyuterga versiyasini yuklab olasizlar, ya'ni saytga kirasizlar. Mana bu yerda skachat besplatno для Windows yozib turibdi. Xullas, mana shu narsani uстановка qilib olishingiz, ya'ni yuklab olib, keyin uстановка qilishingiz kerak bo'ladi. Uстановка qilish juda ham oddiy, uni ko'rsatib o'tirmayman. Xohlasanglar bu narsani YouTube'da videolar ham juda ham ko'p. Hozir sizlarga ko'rsataman, qaranglar. Bu yerga misol mana Mozilla Firefox install deb yoziladi, ya'ni inglizchada. Mana juda ham ko'p videolar mavjud YouTubening o'zida. Bemalol u narsani o'rganib olsanglar bo'ladi. Oson narsa o'zi aslida. Kirasizlar, ruxsat berib, hamma narsaga uстановкani bossanglar, o'zi uстановка qilib beradi. Xo'p, bu narsa uстановка qilgandan keyin bizga birinchi o'chirda bu tomondan, ya'ni o'zimizning saytimiz tomonidan mana bu joyga bizga sayt kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu sayt kerak bo'ladi. Bu ссылкасini men video kommentariyada qoldiraman. Mana shu sayt bizga kerak bo'ladi do'stlar. Bu saytda aytganimdek, video kommentariyada, video описаниесidan topsanglar bo'ladi. Bu saytda ro'yxatga o'tishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana sign up deb bosamiz va mana shu yerda ro'yxatga o'tishimiz juda ham oddiy. Bu yerga birinchisiga email adres yoziladi, ikkinchisiga parol yoziladi. Email adresi yozasizlar, parol yozasizlar va mana bu joyda kapchani yozish kerak bo'ladi. Misol bu yerda 463 mavjud. 463 bosib mana bunga accept qo'yiladi va sign up orqali ro'yxatdan o'tasiz do'stlar. Bu saytda ro'yxatdan o'tasiz. Agar sizdan email verifikatsiya so'rasa, uni ham verifikatsiya qilib qo'yasizlar albatta. Buning uchun saytga kirgizgan emailingizga mana bu joyga xabar keladi. Mana shu xabarda silka bo'lishi mumkin, kod, raqam bo'lishi mumkin. O'shani aytganini qilib, xullas verifikatsiya qilib olasiz. Agar so'rasa bo'lmasa, so'ramasa kerak emas. Boyaga Firefox kerak bo'ladi. Ya'ni Firefoxga kirasizlar, mana shunaqa sizlarda brauzer ochiladi. Bu ham xuddi shunaqa Google'dek. Va bu brauzerda ham xuddi o'sha men bergan silkaga, ya'ni men bergan saytga kirasizlar do'stlar. Mana shunaqa, bunda ham xuddi shunaqa ochiladi. Mana hozir ekranni katta qilaman, o'sha brauzerdagi bir xil sayt ochiladi do'stlar. Hech qanaqangi o'zgargan joyi yo'q. Xo'p, mana shu joyni o'zida ro'yxatga o'tsangiz ham bo'ladi albatta. Bu yerda sign up mavjud ko'rganingizdek. Va mana bu joyda akkauntga kirib olamiz. Ya'ni ro'yxatga o'tganimiz uchun bu yerda to'g'ridan-to'g'ri akkauntimizga kiramiz. Mana bu joyga email yozildi va mana bu joyga parol ya'ni kapchani terib sign in orqali akkauntimizga kirib olamiz. Xo'p, mana biz saytdagi akkauntimizga kirib oldik. Sizlarda bu 0 turadi. Menda ko'rishingiz mumkin. 613 rubl mavjud, 617. Sizlarga yana saytni tanishtirib o'taman. Bu yerda pul ishlash uchun bittagina bo'lim mavjud. Bitta bo'lim orqali pul ishlaymiz. Qolgan bo'limlari umuman kerak emas bizga. Xo'p, pul ishlash uchun bize mana bu joyda surfing bo'limi mavjud ko'rganingizdek. Surfing bo'limiga o'tamiz va mana shu joyda startni bosamiz. Bizani surfingimiz boshlanadi va bu bizga pul ishlab beradi. Misol mana start bosildi. Ko'rishingiz mumkin. Bu mana boshqa saytga olib o'tdi. Mana bu saytda tomonda vaqt sanayapti ko'rganingizdek. O'zi avtomatik tarzda mana shunaqa oyna ochadi. Bu vaqt tugagandan keyin bu oynani yopadi, mana shu oynani, va yana boshqasini ochadi. Xullas, har bitta ko'rilgan oyna uchun har xil summalarda pul ishlab boriladi. Ya'ni bu vaqtiga qaraladi. Xullas, o'shanaqa qilib bizga o'zi sarmoyasi ravishda pul ishlab beradi. Xo'p, bu bizga qanaqa qilib xalaqit beradi yoki boshqa desalar, bu hech qanaqangi xalaqit bermaydi. Mana bu joydan bemalol
Buni ekranni kichik qilasizlar, mana ko'rishingiz mumkin. Va bu narsani bemalol siz mana pastga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Mana kompyuterning eng pastda qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz boshqa ekran ochib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni hamma notebooklarda mavjud. Mana bu touchpad ishlaydi. Touchpadda biz 3 ta barmoq bilan tepaga suradigan bo'lsak, 3 ta barmoq birdaniga tepaga suradigan bo'lsak, bu yerda mana bu bo'lim paydo bo'ladi va mana shu joyda mana yangi oyna ochsak bo'ladi. Yangi oyna ochamiz. Bu pustoy bo'ladi. 4 ta barmoq bilan chapga suramiz va bizani mana bu narsamiz turibdi-ku. Mana shu narsani bemalol mana shu oynada qoldirasiz va 4 ta barmoq bilan yana o'ngga surib, mana bu oynada xohlagan ishingizni qilib o'tiraverasiz. Ya'ni bu bizga hech qanaqangi xalaqit bermaydi do'stlar. O'zi mana shunaqa qilib bizga pullarni ishlab beradi. Ko'rishimiz mumkin, mana o'zi pul ishlashda davom etyapti do'stlar. Ishlagan pullarimizni chiqarish uchun do'stlar bu yerda mana request payout degan bo'lim mavjud. Bunga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin, men 200 rubl bitta va 100 rubl 100 rubldan ikkita, ya'ni umumiy hisobda 400 rubl chiqarganman bu saytdan. Hammasi to'lab bergan. 400 rublimiz hozirgi narx bo'yicha где-то 6-7 dollar atrofida bo'ladi. Sarmoyasiz ishlangan. Siz ham xuddi bemalol mandaka sarmoyasiz mashtaka bilan ishlab borsangiz bo'ladi. Oyiga 1000 rublgacha bemalol ishlasa bo'ladi mana shu sayt o'zida. 1000 rublgacha do'stlar, yana bir marta aytaman. Pul chiqarish do'stlar, mana bu joyda request payout, ya'ni auto payout mavjud. Auto payout yoqib qo'ysanglar, auto payoutni bossanglar, misol ko'rsataman hozir. Mana bu joyga qancha chiqarmoqchi bo'lsangiz o'shani yozasizlar. Misol, balansingizda 200 rubl yig'ildi deylik. 200 rubl yig'ildi, srazi payerga mana bu joyga payer hamyon raqamini yozasizlar. Mana bu kapitadan boshlangan raqamni. Va hisobingiz 200 rubl yig'ilsa, bu srazi payer hamyonga ketib chiqarishga qo'yiladi. Avtopayot shunaqa ishlaydi. Xohlasangiz bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri pul chiqarishingiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri pul chiqarish uchun do'stlar, 100 rubl yig'ilganda do'stlar, mana bu joyda sizlarga pul chiqarish bo'limi ochiladi. Payer raqamini yozasizlar, qancha chiqarmoqchiligingizni yozasizlar va chiqarishga qo'yasizlar. Xuddi shunaqa bo'ladi. Avtopayotni ham ishlasanglar bo'ladi aytganimdek, o'zi hisobingizga ma'lum bir summa yig'ilsa, sirazu pul chiqarib qo'yaveradi do'stlar. Xo'p, endi bu saytda bizga yana boshqa bo'limlari, bizga kerakli bo'limlari yo'q. Aytgancha bu yerda referral silka mavjud, ya'ni referral orqali ham qanchadir foizlarda daromad olsa bo'ladi. Mana shunaqa silkangizni kopirovat qilib bemalol saytga odam chaqirsangiz bo'ladi. Xullas aytganimdek, bu sayt silkasini bemalol video kommentariyasida, video opisiyasidan topsanglar bo'ladi. Pastda bo'ladi albatta. O'tasizlar, ro'yxatga o'tasizlar. Mana shunaqa Firefox brauzer ustanovka olib, mana shunga ustanovka olasizlar do'stlar. Aytgancha bu sizlar buni ustanovkasini ko'rsatmabman. Mana bu joyda, ya'ni o'ng tomonda ko'rsatilgan bo'lsa, rassilniya bo'linadi. Mana bunaqa Neon Surfni o'zini extensionni ustanovka oladi bu aytgancha. Buni hozir sizlarga o'chirib ko'rsatib beraman, qaranglar. Remove qilaman. Hozir buni qaytadan mana bitta obnoyib beraveramiz saytga. Va mana bu joyda surfingga o'tadigan bo'lsak, mana sizlar birinchi kirganda mana shunaqa bo'ladi. Mana shuni bosasizlar, xo'p bu yerda continue ruxsat berasizlar, qo'shishni bosasizlar, okey. Bu yerga qo'shiladi ko'rganingizdek. Keyin bu yerga qaytasizlar va mana start bossanglar, bu ishga tushib ketadi. Xolos, juda ham oddiy narsa do'stlar. Xolos, bu videolarimiz mana shu sayt haqida edi. Bemalol saytdan foydalanib pul ishlasangiz bo'ladi. Silkasini video kommentariyasida, video opisiyasida qoldiraman do'stlar. Aytganimdek, mana bu kanalga obuna bo'lib, like podpishkada bo'lib turinglar do'stlar. Hammaga rahmat. To'g'ri, kanalimda juda ham kam videolar chiqadi, lekin har bitta videolar chiqsa, albatta sarmoyasiz iloji boricha 100% sarmoyasiz pul ishlashsa bo'ladigan saytlarni ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Mana boshqa blogerlardan farqim shu. Xullas, hammaga rahmat.